Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun men sizlarga, ayniqsa aziz nafaqaxo'rlarimiz va nafaqaga chiqish arafasida turganlar uchun juda muhim, hatto aytiy ahamiyatga ega bo'lgan bir yangilik haqida gapirib bermoqchiman. Bu shunchaki bir xabar emas, balki ko'plab insonlarning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydigan, uzoq kutilgan o'zgarishdir. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki men hozir aytadigan ma'lumotlar sizning nafaqangiz hajmini oshirishi, moliyaviy barqarorligingizni mustahkamlashi va kelajak uchun katta imkoniyatlar yaratishi mumkin. Bu har bir insonni, har bir oilani birdek qiziqtiradigan masala. Shu bois hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga siz uchun yanada foydali ma'lumotlar tayyorlashga turtki beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada edi va endi nima o'zgardi? Bilamizki, avvalgi tizimda nafaqa hisob-kitob qilish jarayoni ba'zida murakkab va noaniq bo'lar edi. Ko'pincha kishilar nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsalar, ularning keyingi mehnat faoliyati ko'rsatkichlari nafaqa miqdorini qayta hisoblashda yetarlicha inobatga olinmas edi. Ya'ni ko'p yillar davomida vijdonan mehnat qilgan, nafaqaga chiqqandan so'ng ham oilasiga, jamiyatga naf keltirishda davom etgan insonlarning qo'shimcha mehnati, to'lagan soliqlari ularning nafaqasiga deyarli ta'sir qilmasdi. Bu esa adolatdan emas edi. Misol uchun, bir kishi 6 yoshida nafaqaga chiqdi. U o'zining yoshi va stajiga ko'ra ma'lum bir miqdorda nafaqa ola boshladi. Lekin u nafaqaga chiqqandan keyin ham yana 5 yil davomida yuqori maoshli ishda ishlashni davom ettirdi. Avvalgi tizimda uning bu 5 yillik mehnat staji va to'lagan ijtimoiy to'lovlari uning nafaqasini qayta hisoblashda juda kam yoki umuman inobatga olinmasdi. Agar hisobga olinsa ham, jarayon murakkab bo'lib, ko'p qog'ozbozlik talab qilardi va natija har doim ham kutilganidek bo'lmasdi. Bu holat ko'plab nafaqaxo'rlarning haqli noroziligiga sabab bo'lardi. Ular o'zlarining mehnatlari qadrlanmayotganini his qilishardi. Bu esa adolatsizlik edi. Natijada odamlar nafaqaga chiqqandan keyin ishlashga unchalik qiziqmasdi. Chunki bu ularning kelajakdagi nafaqasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimizning yangi qarori va ishlab chiqarilgan mexanizmga muvofiq nafaqa hisoblash tizimi to'liq yangilandi va soddalashtirildi. Eng muhimi, endi nafaqaga chiqqandan so'ng ham ishlagan har bir kuningiz, to'lagan har bir so'm ijtimoiy to'lovingiz sizning nafaqangiz miqdorini oshirish uchun to'liq inobatga olinadi. Bu shunchaki bir qoida o'zgarishi emas, balki insonning mehnatiga bo'lgan hurmatning amaldagi ifodasidir. Bu o'zgarish orqali hukumat nafaqaxo'rlarning moliyaviy ahvolini yaxshilash va ularni ijtimoiy himoya qilish borasidagi qat'iy pozitsiyasini namoyish etdi. Endilikda siz nafaqaga chiqqandan keyin qancha ko'p ishlasangiz va qancha ko'p ijtimoiy to'lov qilsangiz, sizning nafaqangiz shuncha yuqori bo'ladi. Bu har bir mehnatkash pensioner uchun juda katta rag'batdir. Keling, endi ushbu yangi tizim qanday ishlashi, kimlar bundan foyda ko'rishi va kimlarga esa bu o'zgarish unchalik ta'sir qilmasligi haqida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, kimlar bu yangi tizimdan katta foyda ko'radi? Eng avvalo, bu nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan fuqarolardir. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz va nafaqa olib turib ham ishlash davom etayotgan bo'lsangiz, bu yangilik aynan siz uchun. Endilikda sizning nafaqangiz har yili avtomatik ravishda qayta hisoblanadi va sizning qo'shimcha mehnat stajingiz hamda o'sha davrdagi ish haqingiz to'liq hisobga olinadi. Natijada nafaqangiz miqdori sezilarli darajada oshadi. Masalan, tasavvur qiling, bir inson umri davomida 30 yil mehnat stajiga ega bo'lib, 6 yoshida nafaqaga chiqqan. Uning o'rtacha ish haqi hisobiga oylik nafaqasi 1.200.000 so'm bo'lgan. Nafaqaga chiqqandan keyin u yana 5 yil davomida ishdan bo'shamasdan yuqori, ya'ni oylik 5 million so'm maosh olib ishlashda davom etdi. Avvalgi tizimda uning bu 5 yillik faoliyati nafaqasini juda kam miqdorda, masalan, atigi et bileti etdan 1000 so'mga oshirishi mumkin edi. Chunki qayta hisoblash mexanizmi murakkab edi va barcha omillar to'liq inobatga olinmasdi. Endilikda yangi tizim shunday ishlaydiki, uning bu qo'shimcha 5 yillik staji va shu davrdagi 5 million so'mlik oylik maoshi to'liq asos qilib olinadi. Natijada uning nafaqasi dastlabki 1.200.000 so'mdan, masalan, 1.800.000 so'mga yoki undan ham ko'proq miqdorga o'sishi mumkin. Bu deyarli foizlik o'sish. Mana bu sizga aniq raqamlar bilan real hayotiy misol.
Bu juda katta farq, to'g'rimi? Bu summa uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ikkinchidan, nafaqaga chiqishni kechiktirgan, ya'ni pensiya yoshiga yetgan bo'lsa-da, yana bir necha yil ishlashni afzal ko'rgan shaxslar ham katta yutuqda. Agar siz qonuniy pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin nafaqa rasmiylashtirishni kechiktirib, qo'shimcha bir necha yil ishlagan bo'lsangiz, bu siz uchun ham katta foyda keltiruvchi yangilikdir. Har bir kechiktirilgan yil uchun nafaqangizga qo'shimcha foizlar qo'shiladi va umumiy nafaqa summasi ancha oshadi. Oldin ham bu imkoniyat bor edi, lekin yangi tizimda u yanada soddalashtirilgan va samarali qilingan. Uchinchidan, o'zining mehnat faoliyati davomida maoshlarida katta tebranishlar bo'lgan. Ba'zi davrlarda yuqori maosh olgan, ba'zida esa past maosh olgan shaxslar uchun ham yangi tizim juda qulay. Endi nafaqa hisoblashda eng yuqori maosh olgan yillar avtomatik ravishda tanlanadi. Avvalgi tizimda ba'zan shunday holatlar bo'lardiki, hisob kitoblar ma'lum bir davrga bog'lanib bo'lardiki, hisob kitoblar ma'lum har doim ham tanlanmasdi. Endi esa bu muammo yechildi. Misol uchun, bir kishi 1990-yillarning boshida juda yaxshi maosh olgan. Keyin esa uning maoshi biroz pasaygan. Avvalgi tizimda uning nafaqasi keyingi pastroq maoshli davrlar bo'yicha hisoblab chiqilishi mumkin edi, chunki ma'lum bir hisob kitob muddati belgilanardi. Endilikda uning butun mehnat faoliyati ko'rib chiqiladi va eng foydali 5 yil tanlanadi. Agar uning 1990-yillardagi maosh hozirgi maoshdan hisoblanganidan ancha yuqori bo'lsa, o'sha davr asos qilib olinadi va nafaqa miqdori sezilarli darajada oshadi. To'rtinchidan, ba'zi bir ijtimoiy sohalarda, masalan, tibbiyot, ta'lim fan sohalarida uzoq yillar mehnat qilgan shaxslar uchun ham maxsus koeffitsiyentlar va imtiyozlar ko'zda tutilgan. Bu sohalardagi mehnat qiyinligi va ijtimoiy ahamiyati hisobga olingan holda ularning nafaqalari boshqa sohalardagi mutaxassislarnikidan yuqori bo'lishi mumkin. Bu ham ularning mehnatini rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadamdir. Endi esa ushbu yangi tizimning istisno holatlari, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlari va noaniq nuanslari haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi bir detallarga diqqat qilish kerak. Birinchidan, kimlarga bu o'zgarish unchalik ta'sir qilmasligi mumkin? Agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va sizning nafaqangiz allaqachon yangi qoidalar asosida hisoblangan bo'lsa, siz uchun katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, albatta sizning nafaqangizda ham qo'shimcha staj hisobiga o'tish bo'lmaydi. Bu mantiqiy, chunki bu yangilik aynan ishlayotgan nafaqaxo'rlarning mehnatini qadrlashga qaratilgan. Ikkinchidan, ehtiyot bo'ling. Har qanday yangi imkoniyat paydo bo'lganda turli xil firibgarlar ham faollashadi. Sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi deb tanishtirib, sizning nafaqangizni oshirishga yordam beramiz. Faqat bank kartangiz raqamini va PIN kodini ayting kabi gaplarni aytishlari mumkin. Hech qachon takrorlayman, hech qachon o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz raqami, PIN kodi yoki SMS kodlarini noma'lum shaxslarga bermang. Davlat tashkilotlari sizdan bunday ma'lumotlarni hech qachon talab qilmaydi. Agar shubhalar paydo bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki banklarning rasmiy aloqa markazlariga murojaat qiling. Uchinchidan, hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi. Garchi tizim avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda eski mehnat daftarchalaridagi yozuvlar aniq bo'lmasligi, ish staji to'g'ri qayd etilmagan bo'lishi yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda shunday holat kuzatilsa, bu nafaqaning qayta hisoblanishini sekinlashtirishi yoki umuman noto'g'ri hisob kitobga olib kelishi mumkin. Shuning uchun barcha mehnat daftarchalaringiz, diplomlaringiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalaringizni hozirdanroq ko'rib chiqing va to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir kamchiliklar bo'lsa, ularni pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin bartaraf etishga harakat qiling. To'rtinchidan, noaniq nuanslar. Masalan, norasmiy sektorda ishlagan yoki individual tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan shaxslar uchun. Avvalgi tizimda bunday faoliyat turi nafaqa hisob kitobida murakkabliklar tug'dirar edi. Yangi tizimda esa agar siz o'z faoliyatingizni qonuniylashtirgan, soliqlarni va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsangiz, bu davrlar ham to'liq stajga qo'shiladi va nafaqangizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa norasmiy sektordagi insonlarni o'z faoliyatini qonuniylashtirishga undaydi.
Chunki bu ularning kelajakdagi moliyaviy barqarorligiga to'g'ri ta'sir qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu yangilikdan maksimal darajada foydalanish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Qaysi idoraga borish, qanday hujjatlar to'plash va nimalar yozish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng avvalo siz o'zingizning mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz kerak. Bu ma'lumotlar asosan mehnat daftarchangizda va oxirgi ish joylaringizdan beriladigan ma'lumotnomalarda. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz mavjud bo'ladi. Hozirda ko'plab ma'lumotlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida Maydakov.uz raqamlashtirilgan. Siz o'z.eri elektron raqamli imzo orqali ushbu portalga kirib, o'zingizning mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Agar sizda eri bo'lmasa, uni istalgan davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Bu juda oson va tezkor jarayon. Ikkinchi qadam, hujjatlarni to'plang. Agar sizning ma'lumotlaringiz tizimda to'liq aks etmagan bo'lsa yoki sizda qo'shimcha hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni to'plashingiz kerak. Quyidagi hujjatlar ro'yxatini yodda tuting. 1. Pasportingizning asli va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Mehnat daftarchangizning asli. Undagi barcha yozuvlar aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ba'zi yozuvlar chala yoki tushunarsiz bo'lsa, ish joyingizga yoki arxivga murojaat qilib, aniqlashtiruvchi hujjatlar, masalan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxasi olishingiz kerak bo'ladi. Oqt ish haq to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, oxirgi ish joyingizdan oylik ish haqingiz va to'langan ijtimoiy to'lovlar, ajratmalar haqidagi ma'lumotnomani oling. Bu ma'lumotnoma kamida oxirgi 5 yillik ish haqini qamrab olishi kerak. Bu ma'lumotnoma blankada tashkilot muhri va rahbar imzosi bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. 4. Boshqa qo'shimcha hujjatlar. Agar sizda diplomlar, o'quv yurtlarini tamomlaganlik to'g'risidagi attestatlar, stajga kiradigan o'qish davri uchun harbiy bilet, harbiy xizmat davri uchun yoki nogironlik guruhi to'g'risidagi ma'lumotnomalar mavjud bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. Chunki bu hujjatlar ham nafaqa hisob-kitobida muhim rol o'ynashi mumkin. 3-qadam, murojaat qiling. Nafaqani qayta hisoblash uchun ariza berishingiz shart emas. Chunki tizim avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ammo agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz va nafaqangiz qayta hisoblanmaganini payqasangiz yoki o'z ma'lumotlaringizda xatoliklar bor deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Qayerga borish kerak? Eng qulay yo'li yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Maydakov.uz orqali onlayn murojaat qilish. Bu eng tezkor va qog'ozbozliksiz usuldir. Siz u yerda maxsus shaxsni to'ldirasiz, barcha kerakli ma'lumotlarni kiritasiz va elektron shaklda hujjatlaringizni yuklaysiz. Agar sizga onlayn murojaat qilish qiyin bo'lsa, o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam berishadi. Shuni unutmangki, davlat xizmatlari markazlari sizning qog'oz arizalaringizni elektron shaklga o'tkazib, pensiya jamg'armasiga yuborishadi. Agar siz pensiya jamg'armasi bo'limiga bevosita borishni istasangiz, avvalroq belgilangan hujjatlarni to'plab borishingiz kerak. Bo'limga borganingizda maxsus blankani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Arizada siz o'z ism-sharifingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni va murojaat sababingizni, masalan, nafaqani qayta hisoblashni so'rayman. Chunki nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlaganman va mening mehnat stajim inobatga olinmagan yoki mehnat stajimda xatoliklar mavjud, iltimos tekshirib bering, aniq va tushunarli qilib yozishingiz lozim. Arizaga barcha to'plangan hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni esa o'zingizda saqlang. Ularni faqatgina solishtirish ko'rsatishingiz mumkin. 4-qadam. Javobni kuting va nazorat qiling. Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga murojaatingiz ro'yxatga olinganligi haqida xabarnoma beriladi. Odatda nafaqani qayta hisoblash jarayoni ma'lum bir muddatni, masalan, 10-15 ish kunini talab qiladi. Shu muddat ichida pensiya jamg'armasi sizning ma'lumotlaringizni o'rganib chiqadi. Kerak bo'lsa, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazadi va nafaqangizni qayta hisoblaydi. Agar sizning arizangiz bo'yicha qandaydir muammolar yuzaga kelsa yoki
qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinsa, ular siz bilan bog'lanishadi. Natijasi haqida sizga SMS xabar orqali yoki pochta orqali xabar beriladi. Shuningdek, siz my.gov.uz portali orqali ham murojaatingizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar natijadan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Azizlarim, bugungi videoda aytib o'tganimdek, bu yangilik minglab, balki millionlab nafaqaxo'rlarimiz uchun juda katta imkoniyat. Nafaqangiz miqdorining oshishi, moliyaviy ahvolingizning yaxshilanishi, bu shunchaki raqamlar emas, balki sifatining yaxshilanishi, qo'shimcha ehtiyojlaringizni qoplash imkoniyatidir. Mehnatga yarasha haq olish, mehnatning qadrlanishi har bir inson uchun muhimdir. Shuni unutmang, sizning har bir mehnatingiz qadrli va endi bu mehnat nafaqa hisob kitobida to'liq aks ettiriladi. Bu sizning uzoq yillik mehnatingizga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan hurmat va ehtiromdir. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi va siz ushbu yangilikdan maksimal darajada foydalana olasiz. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling, toki bunday muhim yangiliklardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. O'zingizni asrang va oilangizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha